yur. Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun hardcore minimni davomini olaman. Ha, sizlar o'ylagandek bu 3-qism. Siz davomini ko'rishni xohlasangiz, o'tgan safar men hardcore minimda ko'plab ishlarni qila olmagandim. Bu videoda esa ham dragonni o'ldirib, ham elitralarga ega bo'lamiz. Unda videoni ko'rishda davom eting. Xo'p. Mana. O'xshamadi. Mana. Yana. Bo'ldimi? Tepaga chiqib bu olamdan chiqish kerak. Bo'ldi. Chaqay. Chiq shu yerdan. Endi mayli. Demak, o'zimning olamimga o'tib olaman. Ha. Kerak emas. Sen ham kerak emas. Sen ham. Xo'p. Mayli, go. Xo'p, mayli. Endi pastdagi blacksmithni tekshirib chiqish kerak. Xo'sh, obunachilar. Bu olamga kirmaganimga ko'p bo'lib ketdi, to'g'ri aytsam. Unda videoni boshlaymiz. Yana shu tentakli joydaman. To'xtang. Chiqib olamiz. Videoni o'chirib qo'yay. Hop. Bizning maqsadimiz bu yerdan kerakli narsalarni olish. Raiderlarni birin-birin boqib o'ldirib berayman. Va nihoyat 100-si. Lekin endi birinchisi deyotganda bunaqa bayroqlisini mana qo'yib qo'yibdi. Endi esa yana 2-3 organlarga ketaman yo'ldan. Hop, ikkinchisi. Hop, bo'ldi, shuncha yetadi. Bo'ldi, keta qolaman. Uyim juda ham uzoqda, lekin vattir drop qilib ketaman desam kerak emas. Elitra aniq bu qismda olaman. Shungacha peshkom yuramiz endi. Bunaqa daraxtlar ham chiqdi. Ularni olib olish kerak. Ekib katta daraxt qilib, cho'p qilib sotsak bo'ladi. Juda ham katta foyda bo'lishi mumkin. Ziyoni tegmaydi. Nimani tashlasam ekan? Mana bizda 4 ta butilka bor. Hop, buni tashlaymiz. Bo'ldi, yana bitta olaman. Yo'limda qishloq chiqib qoldi. Endi ketayotgandim. Nimalarga tushib ketyapman? Chiqamiz, mana qishloq. Va bularni loot qilib chiqaman. Birinchi sandig'imiz bu. Arzirli hech nima yo'q desa ham bo'ladi. Ikkinchisi va arzirli. Va nihoyat chiqdi. Hop, yana yo'lni davom etaman. Shuncha yo'l yurdim. Uyimiz qaysi tarafdaligini men o'zim ham bilmayman. Menimcha shu taraf desam, unda mening shakar qamishlarim. Albatta bu uyimni topdim. Va nihoyat adashmagan ekanman. Va nihoyat uyimni topdim. Koordinatalarini videoga tushirib olishim kerak. Endi adashib qolsam-da, videoni qaytib ko'rib olaman. Va nihoyat jonajon uyim. Hop. Bizlarga totem kerak. Totem olish uchun raid fermani ichiga kirib suvdan ichishimiz kerak. Kirib ol. Va nihoyat 42-kun deganda bizlar totemga ega bo'lamiz. O'tiribmisan? Ha. O'tiribdi. Hamma narsa tayyor. Endi bittasini ichib yuboramiz. Ichidagi keraksiz narsalar va birinchi darajasini ham ichib olamiz. Zarari yo'q, farqi yo'q. Birinchi darajasi bo'lsa ham vaqt o'tgandan keyin albatta qaytadi. Uncha ko'p vaqt o'tmadi. Lekin bu birinchisi. Hali totemer kelmasa kerak yo'q. Bularni mana bu qilib otsa bo'ladimi? Yo'q, oddiy boltada qo'yaman. 4 ta jon olgandan keyin qachon keladi bu totemerlar? Qancha reydlar o'tib ketdi. Yomg'irga bormi?
Qachon to'ladi bu? Yuh! Totem! Qachon tushdi? Yuh! Va nihoyat endi o'zimni sal qulayroq his qilaman. Va nihoyat birinchi totem. Yaxshi. Davom etamiz. Uf. Bo'ldi, shuncha totemga ham ega bo'ldim. Endi kerak emas. Qaytib olaveraman. 2-3 ta raid o'tkazdim. 2 ta raid o'tkazdim. Hop. Boya bazaga qaytib o'ylandim. Qarasam bu kelibdi. Hop, uxlab olamiz birinchi. 46-kunda Ender Dragon'ni o'ldirish uchun narsalarni yig'amiz va mana shuncha totem bo'ldi. Qalay, ko'pmi? Ender Pearl'imizni uloq turamiz va bu yon tarafda ekan. Qayiq yasab olib, qayiqda ketishi mumkin. Nimaga desa, suv chiqib qolishi mumkin oldimda. Bu yer uzoq bo'ladi menimcha. Hop, unda let's go. Epic time. Kelganimdan keyin bildim video yozib ololmayotgan ekan. Mayli, shu loot qilib boshlagan yerimdan davom ettiraman. Xo'sh, bu sandiqda esa mana buni olsa bo'ladi-yu, kerak emas. Hop, bizning asosiy xonamizni topdim. Hop, buni sindirib olamiz va yo'qol. Va bu yerga yotog'imizni qo'yib, bosib ketsak bo'ladi. Bu yerdan nedir portal? Bo'ldi, tayyorman. Xo'sh, endi menga yana bitta ender jemchug kerak, zarari yo'q, o'zimda bor. Bularni hozircha qo'yib turay. Ortiqchasi bilan olib olganman, hech qo'rqishli yeri yo'q. Buni qo'yamiz va zarar yo'q. Buni olamiz, buni qo'yamiz. Buni yasab olamiz. Buni ikkitasi qolib ketmasin. O'zi bitta kerak-yu. Mayli. Ikkita tura qolsin. Ko'chirib yuboramiz. Bo'ldi. Endi sakraymiz. Go! Keldik mana. Ichida paydo bo'ldik. Bu juda ham yaxshi. Tashqariga chiqib oldik. Endi bitta kristallarni bam qilamiz. Anasiga ham bitta. Mana qo'y. Bunisiga chiqishga to'g'ri keldi. Hamma kristal ketdi. Endi sen joning ham ketadi. Yo'qol Ender Dragon. Bu dunyo senga ortiqcha. Ortiqcha demoqchi edim, uchirib bor. Yana keldi. Va bu oxirgi damlar bo'lishi mumkin, lekin mening ko'zim. Mayli. Bo'ldi, sen tugading Ender Dragon. Tugading. Uncha jon ham ketmadi. Hop, havodan qoqishtirib tashlayman. Menga farqi yo'q. 44 ta XP'm bor. O'zi bilan ko'rsa qancha XP bo'lar ekan? Kommentariyada yozib qoldiramiz. Va Freezy End. Opitlar ishlayapti. Menda opit ko'rinmas shu. 73-daraja bo'lib qoldi. Shundan bilsa bo'ladi. Hop. Portal yo'q ekan. Portalni himoyaladim. Himoyaladim. O'zimni himoyalash uchun. Bu juda ham qo'rqinchli edi. Hop. Sanklarni ko'tarish kerakmi? Nimaga yo'q? Hech nima yo'q. Ochildi. Sanklarni ko'tarish kerak. Ba'zi bilan. Hop. Yo'qqa o'tib olganimiz yaxshi. Voy! Uzoqqa ham
Ko'p yurmasimdan oldin chiqdi bittasi. Nohotki kemasi bor. Nohotki. Men uni oldiga borish uchun endi pul kerak. Kemasi bor shekilli. Bor. Bu nima edi? Chakni katta qilganimning oqibati shu. Chakni kichik qilsak, ko'rsam emas ekan. Unga ham borib olamiz. Menga bloklar kerak. Qani chiqib olamiz. Opa. Men keldim, qochinglar. Yaramas. Ur. Och. O'l. Va nihoyat qanotlar va bunda yaxshisi yo'q. Bundachi? Unda ham. Unga o'tamiz deganda. Birinchi unga boramiz. 3 ta qanotlarni topdim, 3 ta. Bu qanchalik omadli bo'lishi mumkin edi? Bloklarim tugadi. Taxta qo'yib olaman. Dragonning boshidan chiqdi-ku. Olib olganimiz yaxshi. Bizda Minecraftdagi yo'q narsalardan bor. Kam yo'q narsalardan birisini oldim va buning ikkinchisi Elytra. Qanotlar. Sen mening yo'limni to'say olmaysan, Shalkar. O'lib ket. Ikkinchi qanotlar va bunda yaxshisi bor ekan. Uni ham olib olish kerak. O'zimga Shalkar yasab olishim kerak, yo. Mana nihoyat Shalkar yasadim. Bularni kerak emas narsalarni qo'yib olamiz. 3-siga chiqishga bloklarim tugadi. Bloklar kovlab olganim yaxshi. Va bu mening kirkam bilan yaxshi. Juda ham ko'p taladim. Va keldim. Ket bu yerdan, ahmoq. Bo'lmaydi bu la'nat sehr. Lekin pachinkasi bor. Shunisi yomon-de. Men degan. Zarar yo'q. Ikkinchisidachi? Ikkinchisi o'zimniki bilan bir xil. Almashtirib olsam bo'ladi. Lekin qanotlar kerak. Buni ham olaman. Almashtirib kiyaveraman-da. Uyga ketish vaqti. Va menda 3 ta qanotlar va mana ko'rishingiz mumkin men kelgan portal. Mana nihoyat ketdim. Endi Ender Dragon tuxumini ham olib olish kerak. Nima desa bu o'yindagi eng kamyob resurslardan biri. Bu kamyob narsa buni chiroyli qo'yib o'zim bezatib qo'yaman uyimga. Unda uyga ketdi u. Yotoqni buzib endi sakraymiz, endi. Endi sakraymiz. Ketdi. Bu yerda birinchi kun bo'lgandim. Narsalar tushib qoldi. Uyim taxminan o'sha taraflarda bo'lsa kerak. Kel yo'qsa. Bu xavfli edi. Halamam tatim bor. Nihoyat uyga qaytdim. Yo'lda to'g'risansam o'lay dedim. Bu unutilmas xotira bo'lib qoladi menimcha bu dunyoda. Juda ham yomon bo'ldi. Uxlab olamiz va 50-kunda biz videoni mana shu yerda tamom qilamiz. Nimaga desa 50-kun keldi. 50-kun bu video tamom bo'lishi kerak degani emas. Lekin men bu videoda qo'yilgan maqsadlarni bajardim va eng kamyob narsalardan Elytra va Dragonning kallatlarini ham olib keldim. Uni qaytib mana bu yerga ilib qo'yishimiz ham mumkin. Bu kamyob narsalardir. 3 ta Elytra, bitta tuxum va kalla, Dragonning kallasi, boshi. To'g'risini aytsam. Yaxshi zo'r lutimiz narmani keyingi videoda albatta bularni neziritgacha kuchaytirib fermalar qurish. Buni qo'yib olaman joyiga. Men videodagi maqsadlarimni hammasini bajarib oldim.
Xo'p, unda keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Obunachilar, videomizning aktivi sal tushgan. Zarari yo'q, buni tiklash sizlarning qo'lingizdan keladi. Xayr unda.